Demak, buqalar nima deyapti akalar? Qaranglar. 4 burchakligini qaranglar, 4 burchakligini. Bunisini qaranglar. Mana sementalga gibrid. Otasi semental, mana oq kuprik. Mana oq kuprik. Xudo xolasa otasi semental uni. Rossiyskiy parodan zo'rini so'raganlarga zo'rlarini olib kelib qo'ydik akalarim. Mana. Zo'rini so'raganlarga zo'rlaridan. Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari. Muslim chorva kanalining hurmatli, ashaddiy obunachilari, bizni yaqindan kuzatib borayotgan akalar, ukalar, bizni qo'llab-quvvatlayotgan akalarim, ukalarim, hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Hammanglarga rahmat. Like bosyapsizlar, poddeshga bo'lyapsizlar. Yangi kirganlar sirasi obuna bo'lib qo'yinglar akalarim, poddeshga uchun. Bugunga 3 dona rossiyskiy paroda buqalarimiz bor. Xudo xolasa bularda jaydarini puliga beramiz akalar. Tonna qilaman uka. Men oxirigacha boqaman deydigan ishqiboziga arzon qilib beramiz. Arzon qilib beramiz. 12-may hafta kuniga dushanba bo'lyaptimi? Hafta kuniga dushanba. Manzilimizni aytib o'tdik. Andijon viloyati Sharxon tumani Yuzlar mahallasidan bo'lyapti. O'zimizning xonadondan. Mini ferma desak ham bo'laveradi. Endi buni otasi semental, mana ko'rib turibsizlar. Rossiyskiy paroda yo'lishtenlarga semental qo'shsa, mana oq kuprik bo'lib tug'iladi akalar. Unaqa demasanglar ham rossiyskiy paroda deylar. Mana 3 dona rossiyskiy parodalarimiz bor. Orqalari 4 burchak. Bir boshdan tanishtiray. Mana bo'ylari 1.25 akalarim. Bo'ylari 1.25, 10 oylik. Shaqdor bo'ladi, bilasizlar, rossiyskiy parodalar. Oyoq qo'l uzun, lekin baquvvat oyoq qo'llari. Mana. Bularga oyoq qo'li o'ta uzun emas, lekin o'ta baquvvat mana. Qaranglar. Oyoq qo'llari o'ta baquvvat. Mollarning eti yaxshi. Mana qaranglar. Mana. Mana. Ariq buzoqlar emas. Mana. Buni bo'yi 1.25, mana bularda 1.16 plyusdan olaveringlar akalar. Buniki 1.17, buniki 1.16 chiqyapti. 1.15 dan plyuskanga ham olaveringlar. 9 oylik ikkosi. 9 oylikdan akalar. 9-10 oylikdan deylar, 9-10 oylikdan. Mana yeb ichishlari zo'r, sog'lomligiga sog'lom. Bemalol telefon qilaverasizlar, ishonchli molni bolalar akalar. Hammasi fermadan chiqqan, mana quloqlari katta. Ko'ryapsizlar quloqlarini. Quloqlarga e'tibor beringlar akalar. Xudo xolasa go'shtni yirtaman degan mollar mana shular bo'ladi. Go'sht berish bo'yicha chempion. Endi narxini ayt deydi-da, endi narxini ayt deydi. Ko'ryapsizlar, yangi tug'ilgani 10 million deyapti buqachalarini. Yangi tug'ilgani 10 million. Endi bular 10 oylik. Shunga qarab biz ham 22 million so'm emas akalar. 20 million so'm emas. Uchovsini bitta olaman deganga anaqa tortishmaydigan qilib 18 milliondan bo'lsa aloqaga chiqinglar. 18 milliondan bo'lsa aloqaga chiqinglar. Vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida bo'ladi. Telefon qilinglar akalar. 18 million so'mdan bo'lsa sotiladi. Yeb ichishi zo'r, hamma yo'g'i joyida mollar. Mana kattasini ham orqasi 4 burchak mana. Akalarim. Ana jaydarini puliga. Mashinchalik jaydarlarni ham hozir 18 million deyapti-da. Endi kim qanaqa sotadi bizga farqi yo'q. 18 milliondan bo'lsa kelishamiz akalar. Telefon qilinglar.